2025 hisobiga bu 4-hosil bo'lyapti. Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi 58 yoshli Mehroj Kadirov 10 yildan buyon o'z xonadonida tomorqa tashkil qilib kelmoqda. 2010-yil kichikroq 2 sotiq joyga shuni ekdik. 2017-yilga kelib bank tomonidan bizlarga imtiyozli kredit ajratib 7 million kredit oluvdik. Shuni kengaytirdik. Bugungi kunga hozir 4,5 sotiqdan iborat mana bu issiqxonamiz. Qahramonimiz tomorqada har yili 5 xildan ziyod sabzavotlar yetishtirib, ularni mahalliy bozorlarga chiqarib, qishloq xo'jaligi sohasiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. 4 oy pomidor bodring ekamiz. Qolgan vaqtda 3 mahal ko'kat yetishtirib olamiz. Yillik daromadimiz mana shu issiqxonadan sof foyda 55-60 million daromad. Bu oila byudjetiga yaxshigina foyda keltiryapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga binoan qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan soha rivojiga munosib hissa qo'shgan yurtdoshlarimizdan bir guruhi mukofotlandi. Ular orasida qahramonimizning ham mehnatlari e'tirof etilib, shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bizning kamtarona mehnatimizni yuksak baholab, mukofotga loyiq ko'rgani uchun men juda xursand bo'ldim. Kelgusida bu mukofot bizlarga kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shadi va bundan ko'proq xalqimiz dasturxoniga mana shunday ko'katlar, yaxshi noz-ne'matlarni yetishtirishga harakat qilamiz. Bundan tashqari Samarqand viloyatida ayni qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishga hissa qo'shgan 6 nafar yurtdoshlarimiz munosib taqdirlandi. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Samarqanddan.